しのどこかの丘のどこかの村のどこかの道で誰かのポケットに誰かのポケットに入るためにTekrarlamadım. Bunda kısık kimge hoş yakıdı. Meni chaqirayli, u bizni Antarktidaga olib borsin. Bo'lmaydi. Opam fuqib qolsa, yana tashlamaymiz. Daji, men sirtqa chiqib kelay. Uyga o'ptara qarajimi? Endi yaxshi bo'ldi. Dasmon o'ptara qahramonlar. Maqsad nadir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, film Humat Suzuk film ko'rib Yaxshimisizlar? Mana men keldim. Biz deyishib qo'ygan emasmiz-ku. Biz Antarktidaga bormoqchigu. Uncha aldirab ketmasanglarmi? Mana hozir olib beraman. Qat. Antarktidaga safar. Sizlar kelmoqchi bo'lgan Antarktida yeni pingvinlarning makoni mana shu. Va, pingvin shundoq cho'ng bo'ldi ekanda. Bu pingvinlarning podshosi. Pingvinga kishining qarsi qarg'isi keldi-ki. Qaranglar, mavi ikki erkak pingvin bir kishi pingvinni talishib, bir-biriga yo'l qo'ymay qattiq so'qishyotdi. Yengvag'ini kishi pingvinga muhabbat izhor qilyotdi. Bular adiler pingvinleri. Her yili ertiyazda ular 100 kilometr yiroqlikka dengizdan uchib kelib, har qaysi o'ziga makon izlaydi. Kishi pingvin tuxumlaydi. Tuxumni avval erkak pingvin bosadi. Kishi pingvin bo'lsa, oziq izlab dengizga ketadi. Qaytib kelib tuxumni yana o'zi bosadi. Noldan tuvan 50-60 gradus sovuqdimi, 40 metr sekundlik qattiq bo'randimi pingvin qimirqamay tuxum besib yetaveradi. Yaxshi-ku. Ati tong aytishi bilanla bizni aylantirib keling. Afsuski, hozir tush vaqti. Quyosh texi ufq sizig'idan pastda. Nima? Rost, qishda shimoliy qutbda quyosh chiqmaydi. Lekin hozir yoz tursa. Janubiy yarim sharda qish bilan yoz, shimoliy yarim shardagining aksicha bo'ladi. Yaponiya shimoliy yarim sharda. Shimoliy yarim sharda yoz bo'lganda, janubiy yarim sharda qish bo'ladi. Shunga hozir janubiy qutbning qish vaqti. Nim degan so'g'aq, shimoliy qutbdan bek so'g'aqga. To'g'ri, janubiy qutb shimoliy qutbdan so'g'aq. Nimishqa? Shimoliy qutb bilan janubiy qutbning farqini bilamsizlar? Shimoliy qutb butunlay dengiz, janubiy qutb butunlay quruqlik bo'lsa kerak. To'g'ri. Bu yer janubiy qutb quruqligi. Yer shari o'qining janubiy tarafi, ya'ni Antarktida qit'asi. Uning holati Yaponiyaga pek o'xshab ketadi. Lekin Yaponiyadan 37 asr cho'ng. Janubiy qutbda bir qancha tog' tizmasi bor. Janubiy qutb quruqligi boshqa qit'alarning quruqligidan egiz. Undan boshqa quruqlikni o'tir hisob bilan 2500 metr qalinlikdagi muz qoplab turadi. Qor lapildab yig'ibla turadi. Necha ming yil yaqin qordan hosil bo'lgan muz shimoliy qutbdagi muzdan 8 asr eshib ketadi. Aytishlar qaraganda dunyodagi muzning 90%ni Antarktidada ekan. Dunyodagi muzning 90%ni Antarktidada? Shunga yer sharining temperaturasi o'rlab, janubiy qutbdagi muz erib ketsa, dengiz yuzi 61 metr ko'tarilib ketadi. Rostdan shundoq bo'lsa, Tokio, London, Parij, Nyu-Yorkdek cho'ng shaharlar, jumladan aholi to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarning yarmi dengiz ostida qoladi. Dehshatga. Buning janubiy qutbdan shimoliy qutbdan sovuq bo'lishi bilan nima aloqasi? Qaniysizlarda beqinglarchi, dengiz okean bilan quruqlikning qaysi oson isiydi, qaysi oson sovib ketadi? Men bilmayman. Quruqlik oson isiydi, ham oson so'yib ketadi. To'g'ri.
Janubiy qutb quruqliq bo'lg'achqa Shimoliy qutbga qaraganda tez isishi ham tez sovishi kerak edi. Lekin yil bo'yi muz qoplanib turg'achqa, hatto yozdimi temperatura o'rlayamaydi. Qishda bo'lsa sovuq Shimoliy qutbnikidan zo'r darajada eshib ketadi. Men faqat Shimoliy qutbni sovuq deb shiribdiman. Biroq Janubiy qutb sovuq bo'lsa-mu dengizda cho'milgili bo'ladi. Nima? Ishlanmayman. Bu tezlerin arili. Bu aralda yanardağ bo'lg'achqa yerning isishi bilan dengiz suyimi bek isib ketadi. Pah, nima degan rohat. Pah, ajab egizgan-ku. Bu Ross dengizdagi muzdan hosil bo'lgan mashhur yerlik. Quruqliqqa yaqin qor tuvan temperaturada muz qatlami bo'lib shakllanadi. Muz qatlami quruqliqdan dengizga tushib, ko'chma muzlarni hosil qiladi. 900 metrga so'zilib dengiz yuzida laylab yuradi. Ko'chma muzning dengiz yuzidan ko'tarilib turgan qismi 45 metr bo'lsa-mu, dengiz ostidagi qismining qalinligi 260 metrga yetadi. Suvdagi muzlar yil bo'yi erimamda. Shunday. Qaranglar, dengiz yulduzi. Muzdaq. Janubiy qutbda bo'ladigan shira shakllik muzdaq. Bu dengizning yolishi va ko'chma muzlarning parchalashi bilan hosil bo'lgan. Qaranglar, muzdaq xuddi pichoqda kuchliqga. O shira shakllik muzdaqning parchalab ko'mirilgandan keyingi holati. Nima? Ko'mirilib tushgan muzdaq? Mo'ldir yoqdi. Chingzi! Endi biraz ısıdım. Ross, men to'g'lab qolgan bo'ldim degandim. Bu hayron qolarliq emas. Boya temperatura 0 dan tuvan 50 gradus atrofida etdi. 0 dan tuvan 50 gradus? Xotirlardan qaraganda Janubiy qutbda eng tuvan temperatura 0 dan tuvan 80 gradusga tushgan. Bu dunyo bo'yicha eng tuvan temperatura. Shunchalik qo'rqinchli yer kelibdi-da. Lekin bu yerda jib kabi bo'lgan-ku. Bu kapini 80-yilning oldida Sekot kezib tekshirish atridi Janubiy qutbning eng chetiga yurish qilganda yasagan. Mushchaqchi o'rilib ketmaydi-ku. Shunda biz hozir 1911-yilga qaytdik. Undaqda bu qitim Janubiy qutbning eng chetiga berib kezib tekshiraydi ekanmiz-da. Ha. Demak, Janubiy qutbning eng chetiga birinchi bo'lib bordik ekanmiz-da. Lekin bora olmadik. Yo'q, bu oson emas. Hay, nima deb qudg'ishyapsiz? Ish nima? Sekotlar to'p-to'g'ri 4 oy saqildi. 1911-yili 8-oyning 25-kuni edi. Shu kuni quyosh oxir chiqdi. Janubiy qutbda atyoz boshlandi. Qarang Verson, kunlari ko'zlarimizni chiqib Amsa ishimizni boshlaylik. 1909-yili 4-oyning 6-kuni Amerikalik Billy Shimoliy qutb nuqtasini bo'ysundirgandan keyin butun dunyoning nazari Janubiy qutbga og'di. Kim, qaysi davlat eng baldir bora oladi? Buningga Angliya hammadan bekroq qiziqdi. Shu chaqda Angliya Hindistonga o'xshash nurg'un mustamlikasi bor kuchli davlat edi. 1768-yildan boshlab Jamiskok 3 yil ichida Janubiy qutb atrofini kema bilan aylanib, janubiy kenglik bo'yicha 71 gradusgacha bordi. Keyin Krakros 1841-yili eng cho'nqur Rus dengizini topdi. U ko'tarilib chiqib turgan tog' tizmasiga Viktoriya egizligi deb nom berdi. Bu Krakrosning surati. Bu kezib tekshiruvchilar Janubiy qutbda fan tadqiqoti va jo'grafiyalik tekshirish jihatda g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarga erishdi. Shunlashqa Sekot va uning odamlari uzundan buyon Janubiy qutbga birinchi bo'lib berishni va u yerga Angliyaning davlat bayrog'ini qadashni orzu qilishadi. Shuning bilan ular Anna Rupa nomli kema bilan Janubiy qutbga kelib, shu yerda qishladi. Lekin ular bir raqibga duch kelishni xayoliga keltirmagan edi. Uning ismi Amundsen. U norvegiyalik munavvar kezib tekshiruvchi. Billy Shimoliy qutbga oldida borganligi uchun Amundsen nishonni Janubiy qutbga burgan edi. U yana Sekotga xat orqali musobaqa e'lon qildi. U chani so'rashga o'rgatilgan 116 eski mis itni elib kelib,
keyin qo'ltig'ida baza qurdi. Bu baza Seykotning atrofida joylashgan joyidan 100 kilometr yiroqlikda edi. Janubiy qutbga 100 kilometr kelatdi. Gurbet adresimiz Bu orliq odam necha pul qilyapti? Film Humak Uzun o'tmay Yaponiyalik Beyni Jongwei boshchiligidagi kezib tekshirish atriti Kaysonglan nomli kema bilan kelib, keyin qo'ltig'ida quruqlikqa chiqdi. Afsuski, ular Janubiy qutbning eng chetiga borolmadi. O'zlari yetib borgan yerga Jowxi qarliq dalosi deb nom berib qaytib ketdi. Amin desinlar xushmandu. Yugura, eshitdirim, yugura. Endi tegidi. Amin desinning atriti oldimizga o'tib ketibdi. Endi tegidi. Endi tegishdik, mana tegishdik. Yana nimaga seral bilan qilib yursizlar? Men nima deyapsiz? Amin desin atriti yo'lga chiqib ketdi. Hey, bizmi yo'lga chiqmasak quturib qo'yamiz. Darhol Seykotga berib deyli. Ay, daji, bo'ldi bana bo'lmaydi. Ha? Bana hammamiz birga borayli. Endi ayni chog'dagi tarixni o'zgartirib bo'lmaydi. Rostmi? Yo'lga chiqinglar. Tez bo'l. Shimoliy qutbga borgandan ko'proqga. Shundaq, shimoliy qutbga qishda bordik. Hozir degan yoz shunga rohat. Ha, 2 kunlik qoltisizlar. Biroq bu qatimqi kezib tekshirish bek jafoliq. Vaqt kelganda ketimiz deb yig'lab jimanglar yana, ha? Bizda chataq yo'q. Xuddi Virsun deganda kezib tekshirish ancha osonga tushmadi. Bir hafta bular bo'lmayla shivirg'an chiqib ketdi. İşinizi şifirlandı çıtaşlık bire mi gidek? Halıdır haber al. Şivirgan toxtumasa algı ilgileyemeymiz. Qandaq, Çingzi, əptingi qarğanda öyünü seğinğa oxşumam sen, ha? Yo'q, sig'ilmadim. Mən sana hazırla, şorup qayıtıp berek. Duycan, atlanın ahvalı yaxşı emas. Hı? Ənsirməm, kelinlar şorup içeyli. Amal bo'lmadi. Otlar sovuqqa chidamadi. Bek vo'l bo'ldi. Bu chog'da Amundasining atriti Janubiy qutb egizligiga chiqib bo'lgan edi. Hurra! Atsi u yozda quruqlikqa chiqish rekordini buzib tashladi. Bu chog'da Seykotning atriti beatma muzlig'i yanida Shivirg'anga duch kelib ilgilayolmay qoldi. Shivirg'an o'tib ketgandan keyin Seykotning atriti muzliq ustida o'milashga boshladi. Lekin tikrak kelgan dovonning ustini yumshoq ham silliq qor qoplag'achqa chonini zotli ishlatgili bo'lmadi. Shuning bilan ular oxir ishlarni qo'yib o'tib yuk taqalarni o'zlari to'shidi. Bombaydı, kolunuzla iştirin. Hop. Ay. 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 Oy, 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 oy. Ah. Duycan, keçirim. Ölçeş asapları soğuk düşüp gitti. Gerek yok. Elim yaxşı, özünüz düşüp ketmediniz. Ha. Amundasining atriti yo'lda xim xatarga uchirmay Janubiy qutb chetiga yaqin bordi. Gayret qilinglar. 12 ayning 14 kunigacha Janubiy qutbning eng chetiga berib olaylik. Shu chog'da Seykotning atriti muzliqda ming bir jaboda olg'a ilgirlamoqda edi. 1911-yili 12 ayning 14 kuni tushdan keyin soat 3 da. Hurra! Amundasning oxir Janubiy qutbning eng chetiga yetib bordi. G'alaba nishonasi bo'lsin uchun Amundasning kapsi bilan Seykotga yozgan xatini qoldirib ketdi.
Sikut etritini başlap bir atma muzluğda ming bir japada ilgirlep ahiri Janubiy Kutup egizligiga chiqdi. Eng oxirgi pelliga az qoldik. Lekin Duycan, tayyorlangan oziqliq az qoldi. 4 kishiga aran yetidi. Shundaqmi? Bundaq bo'lishini men burunli bilgan. Lekin hozir havo yaxshi. Oziqni hisob bilan yeyli. Janubiy Qutb chetiga 270 kilometr orliq qoldi. Shunga mening umidim barliq a'zolarni billa elib ketish. Ko'nglingizni tushunaman. Lekin Duycan, Shundaq bir odam ortiq bo'lsa, bir kishilik oziq kelmaydi. Canımı faqat tutla. Sikutga ayanki kezib tekshirish a'zolarining hammasi Janubiy Qutbga berishni xohlaydi. Sikut ularni tushundi, lekin ularni orzusiga yetkazish imkoniyati yo'q edi. shundaq. Hammamiz borolmaymiz. Aramizda tembelrek bo'lgan bovasining biz bilan billa berishini umid qilaman. Kechiring, David. Biz 1 ayning 15 kuni Janubiy Qutbning eng chetiga yurish qildik. Ko'p o'tmay biz u yerga yaqinlashdik. Men u yerda Norvegiyaning davlat bayrog'ini ko'rib qolamanmi deb andish qilatdim. Sikut tagi kezib tekshirish oxirlashqicha to'xtamasdan xotira yozdi. Navada Amundisining atirti oldimizda berib olsa, men birodarlarimga qandoq yuz kelalayman? Qaranglamaningga leja bilan chaningizni. Bizdinmi baldur kelganlar bakkan? Tosh belga. Amundisin lakin. Ular baldur kepti-de. Amundisining atriti belgi qo'yib maqibdi. Ayning 18 kuni Sikutlarmu Janubiy Qutbning eng chetiga bordi. Lekin Amundisinlardan bir oy keyin bordi. Amundisin bu yerga o'tgan yili 12 ayning 14 kuni ketdi. Ya'ni bir oy ilgari bu xatni yozib men qoldirib ketibdi. 2,5 oydan buyon turli qiyinchiliklarni yengib 1500 kilometrlik jafoliq musofani bosdik. Bu zodi nima uchun? Siz kutib qolgan Uyg'urcha ovozli nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, film Humat Suzuk film 1912 yili 1 ayning 18 kuni Sikut ko'p qitim osmon jismlariga qarab Janubiy Qutb nuqtasining o'rnini bekitib, shu yerga Angliya xonishi bergan davlat bayrog'ini qadidi va rasmga tushdi. Lekin ularning dili g'ash edi. Bunun aksicha Amundisinlarning tali o'ngdan keldi. Ya Judun chapqunga, ya Xaym xatarga yo'liqmay, chani bilan 99 kunda jami 3350 kilometr musofani besib, ba'ziga techaman qaytib keldi. Amundisin kezib tekshiruvchilarga xos pan-parasat bilan 34 ishni o'ldirib zapas oziq qildi. Shuninglik bilan u muvaffaqiyat qozondi. Tozimi ko'ngilsiz ish bo'ldi. Birinchi bob kelamidik. Voy, Sikutning odamlari qani? Rost, ular nakatdi. Qolgan yo'lni endi sizlar ular bilan birga mangamaysizlar. Nimishqa? Sikut Janubiy Qutbga birinchi bo'lib kelmagandan tashqari yana noyati fojialik ishga yo'liqdi. Ha? Asta Janubiy Qutbning qishi yetib keldi. Oldi bilan Eyfiniz o'ldi. Orqadan Osmi o'ldi. U putqilni 3 tuvag'ashqa hayotidan ayrildi. Sikutlar uxlab qolganda Judunda qolgan edi. U Janubiy Qutbga berish oldida pat-patla mundaq deydi. Mayli nimali bo'lsin, badanim ojizlashib, boshqalar yuk bo'lib qolgandek bo'lsam, oldimda bir yo'l bor. Uchimiz qorliqda xuddi arvodek qiynalib ilgirladik.
kunlik oziq qoldi. Men hayotli qolsam, kishilarga birodarlarim to'g'riliq hikoya qilib bergan bo'latdim. Ularning dodilligi, savrchanligi va boturligi angililiklarning yuragini larziga solar edi. 1912-yili 3-oyning 29-kuni. Ular yana 20 kilometr ilgirlagan bo'lsa, basiq yetib boradi. Atrat boshlig'ining chidiri. Şu yili 11-ayning 12-kuni chorlug'uvchilar Sekut va boshqalarning jasadini topdi. Chedir nihoyatda yaxshi yig'ishtirilgan edi. Chedirda xotira daftar, surat va lenta bor edi. Bundan yarim oy ilgari buvas xotirlagan havorayi materiali va jaboliq safar davomida yiqqan geologik avrishkilar qatorliq 15 kilo ig'irlikdagi narsalar bor edi. Buningdan tashqi aylangan o'simlik, ko'mir va tog' jinslarini ko'rib, quruqlikning geologik yilini belgili. Ya'ni o'simliklarning paydo bo'lish jarayonini isbotlag'ili bo'ladi. Bular nihoyatda qimmatli avrishkilar edi. Ular butun dunyoga Janubiy qutbni tekshirish va chorlashning naqadar muhim ekanligini galidi. Sikutning chidiri hazırım barmi? Albatta bor. Hozir Amerikaliklar o chedirni ba'zi o'rinda ishlatyapti. Mushu nuqtadan aytganda Sekutning ilmiy tekshirish ro'yiga har qaysi allarning tekshirish atratlari varislik qildi. Nurg'unlagan bazlarda lazer nuri, quyosh elektr to'lqini, yer shari fizikasi va ximiyasi qatorliq jihatlarda tadqiqot olib berilyapti. Rasma, undaqda Sekotning odamlardan qolgan avrishkilarning roli cho'ng bo'pti-da. Albatta. Hatto ularga o'zingmi yordam qilmadingmi? Voyjon, men bek charchab ketdim. Bo'ldi endi. Xo'shamsa. Xo'sh. Darsinglarni takrorlab bo'ldinglarmi? Opam qaytib ketdi. Shinzi, nim bo'ldi?